Mexanike Korobka Colt hürmetli kuzatuvchilarimiz, salonumuza egalardan satib berara Mexanike Colt'umuzu gelib turibdi ekan. Bir qator sizlar bilan ko'rib, danışib o'tamiz ma'lumotlari bilan mashinamizni. 2016-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz 209 ming kilometr yo'l bosgan ekan. Kraskasi o'ng yan taraf oldi krelida jindikkina petnosi bor ekan. Boshqa joylari 100% radnoy javob turibdilar mashinamizga. Egadan ustunda egalaridan ham chaqirib beramiz, gelishtirib savdo qilib olaverasizlar do'stlar. Metan gaz, yumshoq balon, chexol polik hamma navorotlari bor ekan avtomobilimizda. Umuman rasxod yo'q. Bahosini do'stlar 110 million so'm aytadilar, ustunda gelishib beriladi. Mashin 40 million bilan kreditda chiqadi. Oylik to'lovi 3 million 700 ming so'mdan 3 yil muddatda bo'ladi. Tayyor holatda mashinamiz, bir qator ko'rib o'tamiz do'stlar. Mashinamiz birinchi pozitsiyada bo'ladi. Tayyor holatda polik chexollarni yaxshilaridan döşelgan, teylar döşelgan mashinamizda. Yine o'zini yurgan probeki tayyor holatda mashin. Zo'rtasdaneda. Kuzov holatlari ham ideal do'stlar. Hech qanday kırılgan, çizilgan, defektli joylari yo'q. Ideal holatda turibdi mashinamiz. Bagaj qismini kuzatishlaringiz mumkin. 90'lık metan gazlar ustanovka qilingan mashinada, tayyor holatda elde izlari zavodskoy germetiklarında turibdi tayyor holatda. Ko'rib turalaringizning kuzovida hech qanday defektli joylari yo'q, yaxshi holatda. Yumshoq balonlar bilan jihozlangan mashinamiz, umuman rasxod yo'q. Zo'rtasdaneda. Motor holatini ko'rib o'tadigan bo'lsak, zavodskoy germetiklarında turibdi mashinamiz eldizi. Metan gazlar ustanovka qilingan, tayyor holatda. Ustalaringizga ko'rsatib, tekshirtirib xarid qilaverasizlar mashinani do'stlar. Ustunda egalarni ham chaqirib beramiz, gelishtirib savdo qilib beradilar. Bizlar ham sizlar taraf bo'lib, zo'r baholarda savdo qilishlaringizga ko'maklashamiz do'stlar. Kelaverasizlar, aytilish bahosi 110 million so'm. Kelsangizlar do'stlar, salonimizda hamma turdagi mashinalarımızdan bor, bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Savdolarimiz ham avjida. Bemalol sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, kelsangizlar bo'ladi. Savdo neda zo'r bo'lsa, mashinalarimiz shuda tez sotiladi do'stlar. Kelaverasizlar, kutamiz. Rahmat bizlarni qo'llab-quvvatlab kuzatib borayotgan yurtdoshlarimizga.